O'tkir aka, mana ko'pchilik xalqimiz kuzatyapti. Mana tikka turyapsiz. Oldin qiynalib kelgan edingiz. Ha, mana shunday qilib Ha, bular Alaskada desangiz ham to'g'ri bo'ladi. videoda gapirishaveradi deydi. Bitta yurib ham xalqimizga ko'rsatib beraylik. Yaxshi yuribman axir. O'ngga tushvormang, sakravormang. Bilaman, o'ngga tushgingiz kelyapti, yugurgingiz kelyapti. hozir bir oydan keyin Yugurish ham bo'ladi. Bir oydan keyin yugurib kelasiz oldimizga inshaalloh. Xudo xolisa. Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi videomiz bel sohasida grijasi bo'lib, undan azoblanib yurgan yurtdoshlarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Mana biz oldimizga chustdan O'tkir aka kelgan, bel sohasida grijasi bilan qiynalgan, yura olmaydigan darajagacha yetib borgan va biz oldimizga keldi. Mana bugun uyiga ruxsat beryapmiz. Hozir o'zi bilan qisqacha suhbatlashamiz. O'tkir aka, yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Bizni butun O'zbekistonda, bundan tashqari boshqa davlatlarda ham o'zbek tilini tushunadiganlar kuzatadi. Oddiy xalq kuzatadi bizni. Shuning uchun videomiz oddiy bo'lsin. Ichingizda bor gaplarni gapirib bering. Nima bo'ldi? Qachon bilib qoldingiz? Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Shu 1 yildan beri shu grija sohasida qiynalib yurdim. Shu boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Shu bormagan, nima qolmagan bir ikkita xususiy poliklinikaga bordim, tabibga bordim. Xullas kalom, oxiri mana shu sizlar top kelib, Allohga shukr. Mana yaxshi bo'ldim. Qarang, O'tkir aka, sizda grija paydo bo'ldi. Belgilari qanday boshlandi? Belgilari shu past oyoqdan yonidan boshlandi-da, shu asta-asta og'rib mana shu tepagacha, bellargacha og'rib, turishga qiynalib, engib qoldim. Xo'p, shu holat bo'ldi. Keyin birinchi murojaatingiz kimga bo'ldi? Mana doktorga uchradim. Lecheni oldim, bo'lmadi. Undan ustidan chiqib, ikkinchisiga kirdim. Unda ham effekt bermadi. Tabibga bordim, tabibda ham effekt bermadi. Tabiblar nima bilan davoladi? Hani qanaqadir bir nima deydi? Masaj qildimi? Ha, shunaqa holatlar, xullas kalom. Foyda bo'lmadi. Foyda bo'lmadi. Oxir Juda ko'pchilik biz oldimizga kelganlar oyog'idan ostiradi-da. oyoq balatovlar bilan urib juda alib bo'lib qoldi. Alib qoldim. Bu ham nimaga chiqib keldi-da? Tashqariga. Mana Xudoga shukr kelib yaxshi. Endi bir tikka ketamiz uyga. Maşallah, oldin hech qanaqa videoga tushmagan, shuncha ozgina hayajon bor O'tkir akamda. Kelgan holatingizda deyarli ko'rdim, videolari bor. Qo'yamiz videolarini, haligi engashib qolgan holatda, qiynalib shunaqa holatda kirib ketgan edi operatsiyaga. Mana operatsiya desa ko'pchilik qo'rqadi-da. Operatsiya jarayoni haqida necha gapirib bersangiz, masalan, og'riq sezdingizmi? Qanday bo'ldi jarayon? Qachon chiqdingiz u yerdan, reanimatsiyadan? Shu haqida ham ozgina gapirsangiz. Operatsiya jarayoni yaxshi o'tdi, hech narsani sezmadim. Dedi bir yarim soat. Biz bilan 1 soatda chiqib keldim. Hech narsani sezganim yo'q, og'rig'im yo'q. Shu operatsiyadan keyin og'rig'im qolmadi, Allohga shukr. Doimiy og'riq turar edi-da sizda, to'g'ri? Oyoq 4 kun og'rib, ukolon ta'sir qilmay qo'ydi. Qo'qonlik tabibga bormadingiz-a? Yo'q, Qo'qonlik. Qo'qonlik tabibdan kelayotganlar ham bor bizga. Endi o'zini yo'liga, Allohning oldida hamma o'zi javob beradi. Mana akamiz keldi, xursand, yura olmay kelganida, o'zi yurib uyiga ketyapti. Nechinchi kun bugun? 4-kun. Xudo xolasa. 4-kun. Uyga ketyapmiz. Endi O'tkir aka, men xalqimizga qanaqadir gapingiz bo'lsa, bemalol masalan gapirishingiz mumkin. Mana o'zingizda boshingizdan o'tkazdingiz, qiyinchiliklarda, masalan, sarf xarajatlar bo'lgandir o'rtada. Ha, bu baqa kelishga ham ancha pul ketib qoldi. Xullas kalom, eng zo'ri grijani, eng yaxshi davosi operatsiya ekan. Bu qolganda qiyin masala. Menga operatsiya qulay bo'ldi. Mana Xudoga shukr. Yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Bizda
Oybek Murodjonovich yangi texnologiya, Rossiya texnologiyasida operatsiyani yo'lga qo'ygan. Hozir Zolotoy standart usullar ikkita. Bittasi endoskopik usul, ikkinchisi mikrodiskektomiya degan operatsiya. Bu yigitning operatsiyasi mikrodiskektomiya bo'ldi. Buni afzalligi nima desangiz, kesma 2 sm bo'ladi, gugurt cho'pichali kesma bo'ladi. U yerdan kirib boriladi-da, oldinlari bir qarich kesilgan, umurtqani sindirilgan, keyin grij olingan. Hozirgi zamonga kelib mikrodiskektomiyada umurtqa ravog'ini butunligini saqlab qolgan holda maxsus bur orqali kirib borilganda grija olib qo'yilgan shu yerdan. Sizni holatingizda xuddi shu operatsiyani qilingan. Buni afzalligi bemor tezroq oyoqqa turadi, tezroq yuradi, tezroq uyiga ketadi va rejimi ham nisbatan tezroq ozroq muddatga bo'ladi. Oldin kesib qilinganda 6 oylab rejim qilingan bo'lsa, bunda 1 oy kuchli rejim, undan keyin 2 oy yana yengil rejim qilinadi. Endi sizdan bitta iltimos bo'ladi, O'tkir aka, bu olib qo'ydi, tuzalib qoldi degani, bu 100% tuzaldi degani emas. Bundan keyingi reabilitatsiya bor. Bizning xalqimizda shunaqa narsa borki, reabilitatsiya, operatsiya bo'ldim, tuzaldim, yurdim, bo'ldi. Rivoya qilmaydi undan uyog'iga. Qaytalanadi. Yozilgan. Biz undan keyingi davrga, undan keyingi rejimga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Belni baylab yurishimiz kerak bo'ladi. O'tirmay turishimiz kerak bo'ladi. Og'ir narsalar ko'tarishimiz mumkin emas. Saunaga borsam bo'ladimi deb telefon qilishyapti. Operatsiya bo'lgan grija yura olmay kelgan, sauna qilsam bo'ladimi? Qanday sauna qilsam bo'ladi? Bu savolni berishni o'zi noto'g'ri-da. O'zini qiynab, mana siz og'ridingiz, o'zingiz his qildingiz og'riqda. Kelgan odam keladi. Ha, yaxshimisan, tuzimsan? Ha, og'rib qoldim deydi. Og'rib qoldim degandan keyin bo'pti, Alloh shifo bersin deydi, ketdi, bo'ldi. Siz dardingizni chekib yotaverasiz bu yerda. Shuning uchun maqsadimiz nima? Xalqimiz bilsin, reklama emas. Xalqimiz bilsin. U yerda yurib olyapti, ortiqcha pul sarflab qo'yishyapti. Oson emas hozir. Shuning uchun egasini topsin, egasiga aloqaga chiqsin. Aynan biz bo'lishimiz shart emas. Egasi neyroxirurg. Borsin, maslahatini olsin. Agar masalan bizga yo'q, ixlos qildik deydigan bo'lsa, muammo yo'q. Lekin aynan bizga keling, sizni uchun video qilyapmiz, sizni chaqirish uchun emas. Bu reklama emas, azizlar. Bir narsani bilinglar, kasal bo'ldingizmi, oyoqqa beryaptimi? Tekshiruv usullari bor. Mutaxassisga murojaat qiling, MRT qilinadi, hamma yoq aniq chiqadi. Chiqqandan keyin u yog'i mutaxassisning xulosasi bilan keyingi etap davolash rejalari tuziladi. Reabilitatsiya обязательно qilishingiz kerak. Albatta, xudo xohlasa. Buni qilmasangiz, siz yoshsiz hali ish ko'p. Shuning uchun insonni ushlab turadigan a'zo bu umurtqa pog'onasi. Bu yerda muammo bo'lsa, yura olmay qolamiz. Yura olmasak, tirikchilik boshqa hamma yoqqa ta'sir qiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, azizlar, belingizda shunaqa muammo bo'ldimi, og'riyaptimi, albatta mutaxassis ko'ruvidan o'ting. Vaqtliroq harakat qilish kerak-da. Mana tayyor bemor bilan hazillashib bo'lmas ekan. Men hech bundan qiynalmaganman, og'rib. Grija sistemasi juda xavfli narsa ekan. Vaqtida ko'rinmasangiz. O'tkir aka, rahmat sizga. Sizni bezovta qildik. Qaytib oldimizga kelmang. Ko'rishga keling. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Xo'p aka, xo'p. Namanganda meni yaqin ukalarim bor, Chustda. Bloger bolalar bor. Oybek Raimberdiyev, Ibrohim Shoh, rahmatli Erkin O'rinovich. Mana shu kanalda ochilishining sababchisi Erkin O'rinovich, taniysizmi? Taniyman. Shu odam mana shu kanalda ochilishining sababchisi. Ko'rishdik u bola bilan, gaplashdik. Aka, meditsinskiy kanal kerak YouTube uchun deb turib o'zi ochib, o'zi harakat qilgan. Mana obunachilarimiz agar tanisa, kommentariyaga yozishadi. Erkin O'rinovichni rahmatli joyi jannatda bo'lsin. Ko'pchilikka menimcha yaxshiligi tegdi. Juda yaxshilik ko'p ekan Erkin aka. Azizlar, agar O'tkir akaga qandaydir tilagingiz bo'lsa, duolaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Like bosib qo'ying, kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasiz. Bu faqat savob. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Aka, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.